جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها 3 مرات. يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له. Bir kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib, "Ya Rasululloh, nima deysiz? Bir kishi Allohning yo'lida jihad qilsa va bu qilgan jihodidan ajrni, ya'ni shahidlik ajrini, savobini talab qilib jihad qilsa va shu bilan birga odamlarni esida qolishlik, odamlarni yodida qolishlik, esida qolishlik uchun shu jang qiladigan bo'lsa, unga ajr bo'ladimi?" dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, unga hech narsa yo'q dedilar. Malahu, unga umuman hech qanaqa savobni asari ham tegmaydi unga dedilar. Shunda haligi odam 3 marta shu gapini qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uchalasida ham 3 marta unga hech narsa yo'q, unga ajr bo'lmaydi dedilar. Va aytdilarki, yaqulu lahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la shay'a lahu summa qol innalloha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu kholisan va butughiya bihi vajhuhu. Alloh subhanahu va taolo hech qanaqa amalni qabul qilmaydi. Hech qachon qabul qilmaydi. Faqat o'zining roziligi uchun va o'zining yuzini istab qilingan amalnigina qabul qiladi dedilar. Ya'ni bu jihad qilayotgan odam, Allohning yo'lida moli-yu jonini bergan odam, Allohning kalimasini oliy qilishlik uchun, chin qalbdan Allohdan mukofot olishlik uchun qilyapti. Shuni yonida ozgina shu odamlar ham shu odam, shu qahramon, endi juda bir nima polvon odam ekan deb bir maqtashligi ham ko'nglini bir chekkasida turibdi. Mana shu narsani ham xohlayapti. Shunday qilsa bunga ajr bo'ladimi deyapti. Qarang, bu sahobalar nihoyatda qalbi pokiza bo'lganki, kelib qalbida nima tekkan bo'lsa aytgan. To'g'risini aytganda, sodda dil bo'lgan. Qarang. Xo'p, sharh. Al-mujahidul haq huwa man jahada li takuna kalimatullohi ra'udiyya. Haqiqiy mujohid bu Allohning yo'lida Allohning kalimasini oliy bo'lishlik uchun jihad qilgan kishidir. Va talaban lil ajri val masubatil ukhrawiyya ma'a ikhlasin niyya. Faqatgina savob va oxiratdagi ajr mukofot, ya'ni jannatni talab qilgan holatda, talab qilganligi uchun jang qilgan bo'lsa va niyatini hech narsa aralashtirmasdan toza tiniq niyat bilan faqat Allohning jannatiga kirib olishlik uchun jang qilgan bo'lsa, mana bu haqiqiy mujohiddir. Lekin la an yakuna khurujuhu khurujan li talabi ajrin dunyaviyyin misl g'animatin va zikril hasan va g'ayr zalik. Lekin dunyodagi bir mukofotga erishishlik uchun, masalan, shu jihoddan tushadigan g'animat, o'ljalar va juda ham bir odamlar tomonidan maqtalinishlik uchun tushadigan bo'lsa, bu odamga hech qanday ajr yo'q. Mana bu hadisda Abu Umomat al-Bahili roziyallohu anhu aytadilarki, biz mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga turgan paytimizda bir kishi kelib so'radi. Ya'ni so'rab shu fatvo talab qildi. Aytdiki, faqala rajulu ya Rasululloh, xabar beringchi menga, bir kishi Allohning yo'lidagi jannat, birinchi o'rinda jannatni tilab, jannatni xohlab, jannatga kiraman ekan, shu shahid bo'lsam, shu Allohning yo'lida jang qilay, mayli o'lsam o'lib ketay, shu bilan juda katta men mukofotga ega bo'laman ekan. Bu abadiy jannat ekan deb jang qilyapti-yu, lekin shuni yonida bir chekkasida va zikr, odamlar ham bir eslab qolsa, odamlarning yodida ham qolsam, qahramon, pahlavon, juda ham bir mujohid degan bir nom bilan qolsam, shunda menga nima bor dedilar. Qarang. Ma hukmu rajulillazî yakhruju lil g'azwi vel jihadi yatlubul ajra minallohi ve yecma'u ma'hu raghbatan fil madhi ve sana'i indan nas. Ya'ni bu Allohning yo'lida jangga chiqqanu, jihodga chiqqanu, Alloh taolodangina ajr mukofotni talab qilib chiqqanu, lekin shuni yonida odamlar tomonidan bo'lgan maqtov, bu olqishlash, shunday narsalarni ham agar xohlagan bo'lsa bunga nima bor deb so'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, malahu, unga hech narsa yo'q dedilar. Yo'q, Alloh uchun chiqyapti, Alloh taolodan ajr mukofot olishlik uchun
Butun birinchi o'rindagi fikri hayoli, birinchi o'rindagi niyati mana shu o'zi jannatga kirib olishligu, lekin shuni yonida ozgina bir odamlar ham ancha-muncha maqtab qo'ysa yaxshi bo'lar edi degan bir ozgina bir fikr bor. Nima deysiz deb 3 marta so'radi shuni. Hal yatahassanu ala hadal ajr? Unga mana shu ajr mukofot bo'ladimi? Shu niyati, shu fikri bo'lsa ham dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 marta so'radilar, uchovida ham hech narsa yo'q unga dedilar. Laysa lahu min al-ajri shay'un. Ajrdan hech narsa yo'q unga. Lima ashraka fi niyatihi? Nimaga hech narsa yo'q? Birinchi o'ringa niyati Alloh taoloning mukofoti jannat xohlayapti-yu. Ozgina endi shu odamlarning maqtashini xohlasa ham ajr yo'q bo'ladimi? Ajr yo'q bo'ladi. Nimaga? Chunki uning niyatida Allohdan boshqaga nima bor? Sherik bor. Faqat Allohning o'zi uchun qilmayapti bu. Umomatul Bahli roziyallohu anhu aytadilarki, bu odam 3 marta qaytardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shu gapini 3 marta qaytardilar. Hech narsa yo'q dedilar mana. Va keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunga javob berib aytdilarki, mana biz bugun o'rgangan sura va hadis, innalloha, haqiqatda Alloh taolo la yaqbalu minal amal, hech qanaqa amalni qabul qilmaydi. Bu jihod bo'lsin, Qur'on tilovati bo'lsin, boshqa bo'lsin, ibodat bo'lsin, ya'ni Alloh yaxshi ko'rib rozi bo'ladigan, shariatda savob beriladigan amal bo'lsa-ki, buni hech qaysi amalni qabul qilmaydi. Illa faqatgina ma kana lahu xolisan, tana bo'lsa, hech narsa aralashmagan bo'lsa keyin qabul qiladi. Bu odamning jihodida nima aralashyapti? Odamlarning maqtovi, odamlardan ham bir narsa kutyapti bu odam. Maqtov kutyapti. Shuning uchun mana xolisan degani hech narsa aralashmagan degan. Masalan, Nahl surasida keladi xolisan sa'iqal lisharibin. Masalan, labanan xolisan sa'iqal lisharibin. Shu sigirning ichidan shu tezak bilan qondi orasidan oppoq hech narsa aralashmagan toza sut chiqadi. Ichuvchilar uchun juda bir ichishlik yutumli bo'lgan sut chiqadi deganda Alloh taolo shu xolison kalimasini ishlatgan Qur'oni Karimda. Haqiqatda qarasangiz, sigirning ichidan shu tezagi va qonni ichidan oppoq sut chiqadi. Uning ichida bir tezakda asorati yoki bo'lmasam shu bir qonda asorati bo'lmaydi masalan. Shuni orasidan o'tib pokiza sut chiqadi. Shunda hech narsa, xullas xolison degani hech narsa aralashmagan, tiniq degan, toza degan. Hech narsa aralashmagan, tiniq, toza degan. Xolison nima degan ekan? Tiniq, hech narsa aralashmagan. Shuni aytayapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hech qanday amalni Alloh taolo qabul qilmaydi, faqatgina tiniq bo'lsa, hech narsa aralashmagan bo'lsa, niyatida toza bo'lsa. Illa ma kana lahu bo'lsa kelgan. Faqat uning o'zi uchun, Allohning roziligi uchun bo'lsa. Ay yakunu kulluhu lillahi duna an yushraka fihi ahadun. Ya'ni hammasi Alloh uchun bo'lsa, bu amalda Allohdan boshqa hech kimni bir sherik qilinmagan holatda bo'lsa, keyin qabul qilinadi. Va butughiya bihi vajhuhu, va uning yuzi istalgan bo'lsa. Ya'ni Alloh taoloning roziligi, Alloh taoloning jamolini ko'ray, jannatga kirib olay, jannatda Alloh bilan ko'rishay deb shu niyati bo'lsa, keyin bu amal qabul bo'ladi. Va hada ta'kidun ala luzumil ixlas fil amal. Mana bu hadisdan biz o'rganishligimiz kerak bo'lgan narsa, demak, amalda ixlosni lozim tutishlikka juda qat'iy ta'kid bo'lyapti. Bo'lmasa bitta ham amalingiz qabul bo'lmaydi. Qiyomat kuniga borsangiz, qani amalingiz? Hech qanaqa amalingiz yo'q. Nimaga? Siz oldin Allohning ajrini, Allohning mukofotini ham kutgan edingiz. 99% Alloh taolo uchun qilib 1% o'ndan birini odamlar uchun qilib qo'ygan bo'lsangiz, ashuncha qilgan amalingiz ketdi, 99%ingizni bitding.